Amerika Avam Palatasida Xitoy iqtisodining qurboni Uyg'urlar nomli yig'in o'tkazildi. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysami qatnashgan bo'lib, yig'inda Xitoyning muhim kirish manbasi bo'lgan Sharqi Turkistonning ahamiyati va Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidagi muhim o'tang bo'lgan Sharqi Turkistonning strategik ahamiyati qatorliq temalar muzokara qilindi. Turkiyaning Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasi olganligi haqida yana bir bayonot e'lon qilgan Amerika Mudofaa ministrligi Turkiyaning F-35 turidan chiqarib etilganligini uqtirdi. 5 burchaklik bino e'lon qilgan bayonotda har qaysi taraflarning fikrlarini elish natijasida Turkiyaning S-400 setib olish orqali F-35 qurilishini tahdidga uchirtishi mumkinligi va bu sababdan Turkiyaning F-35 dan chiqarib etilishi haqida birlikka kelinganligi bildirildi. Rossiya va Amerika doiralari Jenevada bir yerga kelib, Xitoyning bir tarafda bo'lishi tashabbus qilingan 3 taraf yadro qurolsizlantirish kelishimini muzokara qildi. Amerikaning o'rta musofirlik yadro qurollari kelishimidan tang taraf bo'lib chekinishi va 2021-yil muddati to'shadigan strategik qurollarni ozaytish kelishimining aniqsizlikka tushib qolishi bilan qurolsizlantirish kelishimi bir krizisga petib qolgan bo'lib, ko'zlar Moskva bilan Washingtonning qanday qadamlarni bosadiganligiga tikilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyning Amerikadan yezigilik mahsulotlarini setib olishni oshirmaganligi sababli Xitoyga qo'shimcha boj qo'yishi mumkinligi bildirildi. Trump xolisa Xitoyni andishiga solgan boj uchun nurg'un tanlashimiz bor. Texi boj qo'sha oladigan 325 milliard dollar qimmatidagi mahsulot bor. Xitoy bilan suhbatimiz davom qilyotdi. Kashki hozirgi kelishimni buzmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi dedi. Trump 20 davlat guruhi yig'inda Xitoy mahsulotlariga qo'shimcha boj qo'shmaslikka va'da bergan bo'lib, Xi Jinping buning uchun Amerikadan yezigilik mahsulotlar setib olishni oshiradiganligini aytgan. Iroq neft ministrligi amerikalik bir shirkat bilan Iroqning janubidagi 5 neft quduqidan tabiiy gaz chiqarish uchun kelishim tuzdi. Iroq neft ministrligi Samir al-G'azban Amerikaning Bag'dodda turishliq bosh elchisi To'yillar bilan yuqorqi kelishim uchun memorandum imzoladi. Neft ministrligi e'lon qilgan bayonotda Amerikaning Honeywell shirkati bilan imzolangan kelishim doirasida 5 neft quduqidan tabiiy gaz chiqarish maqsad qilinganligi bildirildi.